Bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar va o'zgarishlar yangi avlod kadrlarini tayyorlashga va ularni o'z kasbiga fidoyi qilib yetishtirishga qaratilgan. Bu borada pedagogika va psixologiya sohalarining o'rni beqiyosdir. Toshkent gumanitar fanlar universitetining pedagogika psixologiya yo'nalishida jami 5 ta guruh mavjud bo'lib, 148 nafar talaba tahsil oladi. Talabalarning kasbiy mahoratini rivojlantirish, ularning ijodkorligini oshirish va ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish maqsadida ochiq darslar tashkil etildi. Ochiq darslar jarayonida talabalar o'zlarining kreativligini va pedagogik psixologik mahoratini namoyish etdilar. Toshkent gumanitar fanlar universitetida pedagogika psixologiya guruhlari o'rtasida kasbiy ko'nikmalarni shakllantirish, pedagogik mahoratlarini oshirish maqsadida hafta davomida ochiq darslar tashkil qilindi. Bu ochiq darslarda talabalar o'zlarini pedagogik mahoratlarini, kreativliklarini va nutq madaniyatlarini namoyish qilindi. Har bir universitetda domlalardan olgan bilimlaridan foydalangan holatda darslarda o'quvchilar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirdi. O'ylaymizki, bizning talabalar kelajakda o'z maktablarida yoki hududlarida amaliyot jarayonlarida domlalardan olayotgan bilimlarini yosh avlodlarga yetkazib, kelajakda shu yoshlarni yaxshi yetuk kadr bo'lib tarbiyalashda o'z hissalarini qo'shishadi. Darslarda talabalar psixologik o'yinlar, treninglar va turli interaktiv metodlardan foydalanishdi. Bu o'yinlar talabalarga nafaqat o'qish, balki o'quvchilarning psixologik jarayonlarini yaxshilashda ham yordam beradi. Ochiq darslar davomida ular o'ziga xos pedagogik metodlar va psixologik yondashuvlarni qo'llab, o'quvchilarning ruhiy va intellektual holatini yaxshilash uchun yaratgan innovatsion yondashuvlarni ko'rsatdilar. Ochiq darslar o'tkazish nafaqat talabalar uchun, balki o'qituvchilar uchun ham foydali bo'ldi. Toshkent gumanitar fanlar universiteti pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabalarining kelgusida o'z kasblarining yetuk mutaxassislar bo'lishlari uchun ushbu haftalik tashkil etildi. Bunda har bir talabalarning kelgusidagi dars o'tish jarayonlari kuzatildi, baho berildi. Bu talabalarning nazariy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llashlarini ko'rish uchun boshqa maktablarda tadbirlarni ham rejalashtirganmiz. Toshkent gumanitar fanlar universiteti pedagogika va psixologiya yo'nalishidagi talabalar uchun tashkil etilgan ochiq darslar o'z maqsadiga muvaffaqiyatli yetib bordi. Bu tadbir nafaqat talabalarning kasbiy mahoratini oshirish, ularni yaxshi pedagog, psixolog sifatida ham tayyorlashga qaratilgan katta qadam bo'ldi.